Krasiy Shapishka? Ha. Bu bo'rilardan qochib kelyapsanmi deyman, ha? Yo'q, bo'rilarning bo'risi nalogiylardan qochib kelyapman. Ha? Nimaga nalogdan qochib kelyapsan? Kredit olib, sut ishlab chiqaradigan mini zavod qurgandim. Shunga nalogiylar o'rgillar qo'yishmayapti. Bu zavodingning nomi nima edi? Ha, endi mahsulot o'zimizga bo'lgandan keyin Umidaxon deb qo'ydik, Umidaxon. Endi u noqulay emasmi? O'zingiz qiz bolasiz Umidaxon sutlari desak? Qanaqasiga uyat bo'lar ekan? Ana, To'xtaniyaz ota kolbasalar chiqyapti. Yana halol deb qo'yadi. Yo'q. Nima? To'xtaniyaz otaga mumkin-u, bizga mumkin emasmi?